Ispaniya poytaxti Madridda bir kun mazza qilib aylanib chiqishga nech pul ketadi? Like bosib qo'ying, hozir ko'rib chiqamiz. Shu narsani sezdimki, Ispaniya o'zi uncha qimmat davlat emas ekan. Oxiri 6 ta shaharni tekinga avtostop qilib chiqib Madrid shahriga yo'l oldim. Yetib olishga esa avtobusga $12 ketdi. Endi mehmonxonaga kelsak, shunday 6 kishilik hostelda bir kun yotish menga $12 ga tushdi. Hosteldan chiqdimda ovqat qidirishni boshladim. Magazinga kirib atiga $8 ga shunday tovuqli burritos, protein kokteyl va suv sotib oldim. Xullas maksimal darajada ekonom qilishga harakat qildim. Undan keyin esa shaharni aylanishga tushdim. Aylanish uchun esa bizga transport kerak. Shuning uchun transportga bir kunlik bezlimit kartani $15 ga sotib olib shaharda avtobus va metrolarda aylandim. Plaza de Mayor, Puerta del Sol ploshidi, hamma eng qimmat brendlar joylashgan Gran Via ko'chalari va albatta eng glavniy stadioni Santiago Bernabeuga ham keldim. Ichiga kirish pullik ekan, lekin magazinning ichiga kirib Real Madridning har xil aksessuarlarini ko'rib chiqdim va oxiri ko'pchilik ko'rgan bu Majdum seriali olingan lokatsiyani ham o'z ko'zim bilan ko'rdim. Va shuncha lokatsiyani ko'rib aylanib chiqish esa menga mutlaqo tekinga tushdi. Umumiy xarajatlarni aytishimdan oldin videoni Madridga birga bormoqchi bo'lgan tanishingizga yuborib qo'ying. Xarajatlar esa sizning ekraningizda.